Birgina samosval 6 million dollar. Bugun sizlar bilan dunyodagi eng katta va eng qimmat 5 ta samosval haqida gaplashamiz. Ro'yxatimizning 5-o'rnida Caterpillar 795F yuk ko'tarish hajmi 345 tonnani tashkil qiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, naqd 4 million dollar. 4-o'rinda esa Komatsu 960Y 360 tonna yuk ko'tarish hajmiga ega. Narxi esa 4,5 million dollar. Ro'yxatimizning 3-o'rnida Terex MT 5500 360 tonna yuk ko'tarish hajmiga ega. 360 tonna yuk bilan 100 km/soatgacha tezlasha oladigan bu texnikamizning narxi 4 million 800 ming dollar. Ro'yxatimizning 2-o'rnida Xitoyning XMG brendidan XA 400. Bu texnikamizda 400 tonna yuk hajmiga ega bo'lib, narxi esa 4 million 800 ming dollar. Ro'yxatimizning 1-o'rnida Belaz brendidan 75710 modeldagi bu texnikamizda 450 tonna yuk olish hajmiga ega. Narxiga keladigan bo'lsa, naqd 6 million dollar. Bu videoni samosval haydaydigan do'stingizga jo'natib qo'ying. Keyingi videolarimiz qaysi texnika haqida bo'lishini xohlaysizlar? Izohlarda yozing.